Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalimiz a'zolari. Zamin TV yana yangi darslarni qo'yib borishni boshlaydi. Bugungi sizni e'tiboringizga havola qiladigan darsimiz 10-sinf yangi darslikdagi amaliy mashg'ulot bo'ladi. Bu 43-betdagi amaliy mashg'ulot, ya'ni aholi harakati, tarkibi va joylashuviga oid masalalarni bugun ko'rib chiqamiz. Kanalga tez-tez videolar qo'yilmayapti. Buni sababi birinchidan men o'zim ko'proq bandman shu kunlarda. Ikkinchi sababi esa aynan siz kanalga obuna bo'ling, like bosing va videolarimizni ko'rishda davom eting. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Xo'sh, demak, 12-dars amaliy mashg'ulot, aholi harakati, tarkibi va joylashuviga oid masalalar. Birinchi masala. Quyidagi ma'lumotlardan foydalanib, davlatlar aholisi zichligini hisoblang. Bu anchagina oddiy masala. Qanaqa ishlanadi? Mana Kolumbiya davlati berilgan. Maydoni. Xo'sh, mana shu joyda siz adashishingiz mumkin. 1138,9 deb yozadigan bo'lsangiz, siz adashasiz bu joyda. Xullas, bu masalani ishlashda mamlakat aholisini mamlakat maydoniga bo'lishingiz kerak. Kolumbiyaning aholisi 51,3 million. Bu degani 51,300,000 kishi degani. Xuddi mana shu raqamni to'liq tartibda yozib ishlaymiz. 51,300,000 bo'lingan, ana endi mamlakat maydonini qarang. Kolumbiya maydoni 1 milliondan katta. Bu yerda 1138,9 ming yozilyapti. Demak, buni biz qanaqa o'qiymiz? 1,138,900 deb o'qiymiz. Mana shunda to'g'ri o'qigan va to'g'ri yozgan bo'lamiz. Demak, 51,300,000 kishini bo'lamiz 1,138,900 ga. Chiqqan natijamiz, demak, bu eng to'g'ri natija bo'ladi. Buyuk Britaniyani hisoblash osonroq. Bunda haligi Kolumbiyani maydoniga o'xshagan adashib ketmasligingiz mumkin. Aholisi qancha? 67,200,000 kishi. Buni bo'lamiz 243,800 ga. Natijamiz chiqadi. Keyingisi Qozog'iston. Demak, aholi 18,700,000 kishi. Mamlakat maydoni mamlakat maydoni 2,724,900. Mana shunaqa yozsangiz to'g'ri chiqadi. 18,700,000 ni bo'lamiz 2,724,900 ga. Natijamiz chiqadi. Keyingi davlat Gana davlati. Gana davlatida aholining soni 31,100,000 kishi. Buni bo'lamiz 238,500 ga. Ikkinchi topshiriq. Berilganlar asosida noma'lum kataklarni hisoblab quyidagi jadvalni to'ldiring degan. Demak, birinchi davlatimiz bizda Meksika. Meksikada berilganlar bu shahar aholisining soni va urbanizatsiya darajasi berilgan. Qolgan kataklarni topishimiz kerak. Demak, shahar aholisi 93,3 million kishi. Urbanizatsiya darajasi 73%. Shu joyda bittagina qishloq aholisining ulushini topib ketamiz oddiygina. Jami aholi 100% bo'ladigan bo'lsa, 73% shaharda esa, demak o'z-o'zidan 27% qishloqda yashaydi. Bitta katagimizni to'ldirdik. Endi bizda jami aholining sonini topishimiz kerak, qishloq aholisining sonini topishimiz kerak. Mamlakat aholisining 73%, demak 93,3 millionni tashkil qilar ekan. Buni biz proporsiya usulida ishlaymiz. 93,3 chiziqcha 73%, x chiziqcha 100%. Proporsiya usulida bilasiz, qaychi usulida ishlaymiz. Demak, 93,3 ni 100 ga ko'paytirib 73 ga bo'ladigan bo'lsak, jami mamlakat aholisi kelib chiqadi. Endi jami mamlakat aholisini topib oldik. Buni yozib qo'yamiz mana birinchi katak bo'sh turgan joyiga. Jami aholidan shahar aholisini ayirsak,
qishloq aholisining soni kelib chiqadi. Demak, Meksika bo'yicha barcha topshiriqlar bajarildi. Ikkinchi davlat bizda Janubiy Afrika Respublikasi. Buni qanaqa ishlaymiz? Bunda shahar aholisining soni berilgan va qishloq aholisining soni berilgan. Shahar aholisi 39,9 million, qishloq aholisi 19,7 million. Jami aholini topish uchun shunchaki shahar aholisiga qishloq aholisini qo'shamiz, shunda 100%, ya'ni jami aholini topib olamiz. Demak, 39,9 qo'shilgan 19,7. Chiqqan natijamiz jami aholi bo'ladi. Mana birinchi katakka yozib olamiz natijani. Jami aholimiz 59,6 chiqqanida, demak 59,6 chiziqcha 100%, 39,9 chiziqcha x%. Bunda ham proporsiya usulida ishlasak, demak urbanizatsiya darajasining foizi kelib chiqadi. Ana endi urbanizatsiya darajasining foizini topganimizdan keyin biz nima qilamiz? Qishloq aholisi ulushini demak topishimiz kerak. Keyingi katak 100% dan mana shu chiqqan urbanizatsiya darajamizning foizini ayirsak, qishloq aholisining foizi kelib chiqadi. Bu katakka chiqqan natijamizni yozib olamiz. Jar masalasini ham bajarib bo'ldik. Keyingi davlat bizda Myanma davlati. Myanmani jami aholisi berilgan va qishloq aholisi soni berilgan. Topishimiz kerak shahar aholisining sonini, urbanizatsiya darajasini, qishloq aholisining foizini topishimiz kerak. Nima ish qilamiz? Jami aholidan qishloq aholisi sonini, ya'ni 54,7 dan 38,3 ni ayirsak, shahar aholisining soni kelib chiqadi. Mana demak, bo'sh turgan katagimizga buni yozib olamiz. Endi urbanizatsiya darajasini topish uchun nima qilamiz? Mana shu shahar aholisining sonini topib oldik. Jami aholi, ya'ni 54,7 ni 100% deb olamiz. Shahar aholisini yozib, uni x% deb olamiz. Xuddi yuqoridagidek proporsiya usulida ishlanadi. Chiqqan natijamizda urbanizatsiya darajasi, ana endi xuddi yuqorida qilganimizdek 100% dan mana shu urbanizatsiya darajasini ayirsak, qishloq aholisining soni kelib chiqadi. Keyingi davlat bizda Avstriya. Avstriyaning jami aholisi 8,9 million kishi. Urbanizatsiya darajasi 59%. Buni hisoblashda nima qilamiz? Bunda ham demak urbanizatsiya darajasi berilgan. O'z-o'zidan 100 dan mana shu 59 ni ayirsak, ya'ni jami aholi 100% bo'ladi. 100 dan 59 ni ayirsak, qishloq aholisining ulushi 41% ni tashkil qiladi. Demak, o'sha oxirgi jadvalimizda oxirgi ustundagi katagini to'ldirib oldik. Bu 41% ni keltirib chiqardi. Endi nima qilamiz? Shahar aholisining sonini topamiz, qishloq aholisining sonini topamiz. 8,9 ni chiziqcha 100% deb olamiz. X ni chiziqcha qilib 59% deb olamiz. Bu ham yuqoridagidek proporsiya usulida ishlanadi. Demak, chiqqan aholimiz shahar aholisi, jami aholidan shahar aholisini ayirsak, o'z-o'zidan qishloq aholisi soni kelib chiqadi. Oxirgi davlat Urugvay. Urugvayda shahar aholisining soni berilgan, qishloq aholisining ulushi berilgan. Shunga kelganda ko'pchilik qotib qoladi. Buni ishlanishi oddiy. Qanaqa? Qishloq aholisi 5% berilyapti. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, shahar aholisi 95%. Jami aholi 100%-ku. Shuni 5% qishloqda yashaydimi? Demak, 95% shaharda yashaydi. Mana urbanizatsiya darajasi degan ustunimizga mana shu 95% ni yozib qo'yamiz. Endi 3,3 bu shahar aholisining umumiy soni edi. 3,3 ni chiziqcha qilib 95% deb qolamiz. X ni chiziqcha qilamizda 100% deb olamiz. Bu ham proporsiya ishlanganda jami aholi soni kelib chiqdi. Xo'p, mana shu jami aholidan ana endi shahar aholisining sonini ayirsak, qishloq aholisining soni kelib chiqadi. Urugvay davlatini ham bajarib bo'ldik. Demak, biz ikkinchi topshiriqni ham bajarib bo'ldik. Uchinchi topshiriq. Quyidagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib, davlatlar aholisining 2020-yildagi tabiiy, migratsion va umumiy ko'payishi hamda 2021-yil holatiga ko'ra soni qancha bo'lishini hisoblashimiz kerak ekan. Zo'r masala, qiziq masala. Xo'sh, Latviya davlati jami aholisi berilgan. 1,907,700 kishi. Biz nima qilamiz? Mana shuni yozamiz. 1,907,700 kishini. Ana endi tug'ilganlar soni qancha 2020-yilda?
17500. Tug'ilish bu mamlakat uchun plus, ya'ni aholi ko'payyapti. O'z-o'zidan nima qilamiz? 1907,7 ga, ya'ni 1,907,700 kishiga qo'shamiz 17,500 kishini. Ana endi o'lganlar bu mamlakat uchun minus. Ayiramiz 28,900 ni. 2020-yilda ko'chib kelganlar bu mamlakat uchun yana plus. Qo'shamiz 8,8 ni. Ko'chib ketganlar demak 12,000 kishi, ayiramiz 12 ni. Ya'ni oddiy qilib aytganda, jami aholini yozdingiz. Shu jadvalda berilgan tartibda yozsangiz ham chiqadi javobingiz. 1907,7 dan 7 ni qo'shamiz 17,5 ga, ayiramiz 28,9 ni, qo'shamiz 8,8 ni, ayiramiz 12 ni. Chiqqan natijamiz bizda 2021-yilgi aholi soni bo'ladi. Latviyada demografik inqiroz ketyapti, bilasizmi? Shuni hisobiga aholi keyingi yilda avvalgi yilga nisbatan kamroq chiqadi. Ajablanmang, nega kam chiqdi deb, chunki Latviyada shunaqa aholi kamayish tendensiyasi kuzatilyapti. Keyingi davlat bizda Qirg'iziston. Qirg'izistonda demak, bu ham yuqoridagi aytilgan tartibda ishlanadi. 6523,5 ga qo'shamiz 158,1 ni, ayiramiz 40 ni, qo'shamiz 1 ni, ayiramiz 5,8 ni. Chiqqan natija bizda demak 2021-yildagi aholi soni kelib chiqadi. 4-topshiriq, odatda mana agar o'qituvchilar bizni kuzatayotgan bo'lsa, 4-topshiriqni uyga vazifa sifatida berib yuborishni men tavsiya qilaman. Chunki bu yerda fikrlab, tahlil yuritish kerak. Bu masala emas, shunchaki tahlil. Masalan, bolalarning ulushi Belgiyada nega 17%, demak, keksalar 19%, Mozambikda bolalar 46%, keksalar 3%. Mana shu narsani tahlil qilish kerak. Nimagaligini oddiy sababi, Belgiya bu rivojlangan davlat. Rivojlangan davlatlarning aksariyati tug'ilish nihoyatda past, turmush darajasining yuqori, tibbiyotning rivojlanganligining hisobiga o'rtacha umr davomiyligi yuqori, shuning hisobiga aholi sonida keksalarning ulushi yuqori bo'ladi. Shunga o'xshagan tahlil qilinishi kerak. Demak, bugungi darsimiz barchaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, like qo'ying, kommentariya yozishni unutmang. Sizga yana qaysi masalalar muammo keltirayotgan bo'lsa, qanaqadir masalalarni tushunmayotgan bo'lsangiz, umuman geografiyaga doir qaysidir mavzu sizga qiziqroq bo'lsa, bizga ma'lumotlar qoldiring. Biz shu ma'lumotlar asosida shu mavzularni ekranga olib chiqishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Jahongir Norov bo'ldi. Barchaga rahmat. Salomat bo'ling.